Xabar berganimizdek, bugun Ko'ksaroy qarorgohida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va mamlakatimizning barcha ayollarini ushbu ayyom bilan samimiy tabrikladi. Ko'klamning ilk ayyomi mamlakatimizda mo'tabar onaxonlar, aziz opa-singillar bayrami sifatida keng nishonlanadi. Yurtimizda xotin-qizlar masalasiga alohida e'tibor qaratilishi tufayli ayollarning jamiyatdagi mavqei sezilarli ravishda oshdi. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan tantanali tadbirda turli jabhalarda o'zining faolligi bilan namuna bo'layotgan opa-singillar jam bo'ldi. Muhtarama xonimlar, aziz opa-singillar, hurmatli mehmonlar, kutib olamiz. Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali tadbirga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdilar. Prezidentimiz tadbir ishtirokchilari timsolida mamlakatimizdagi barcha ayollarni, munis onalarimiz, aziz opa-singillarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan qutlab, o'zining samimiy mehri va hurmatini izhor etdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida xotin-qizlarning jamiyatda tutgan o'rnini mustahkamlash, faolligini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mavjud muammolarni eng quyi tizim, mahallalarga tushgan holda hal etish borasidagi ishlarga alohida to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning og'irini yengil qilish, ular uchun barcha sohalarda zarur sharoitlarni yaratib berish doimo davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishini ta'kidladi. Mamlakatimiz yetakchisi nufuzli bellashuvlar, xalqaro tanlovlarda ulkan yutuqlarga erishib, yurtimiz shuhratini jahonga tarannum etayotgan, turli jabhalarda fidokorona mehnat qilayotgan xotin-qizlarimiz natijalarini alohida e'tirof etdi. Prezidentimiz jamiyatimizda ayollarga yana keng sharoit yaratish, ish o'rinlarini ko'paytirish, ayol tadbirkorlar safini kengaytirish, ularning iste'dodini to'la ro'yobga chiqarish, daromadini oshirishga qaratilgan qator muhim tashabbuslarni ham bayon qildi. Ma'lumki, Prezidentimizning 4-mart kungi farmoniga muvofiq mehnat va jamoatchilik faoliyatida muhim natijalarga erishgan, yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shib kelayotgan faol va fidoyi ayollarimiz davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlangan edi. Marosimda munosib e'tirof ramzi bo'lgan orden va medallar o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining qarori bilan turli sohalarda namuna bo'lib, o'zining yorqin iste'dodi va intilishlarini namoyon etgan qizlar Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Marosimda prezidentimiz mukofotlarni o'z egalariga topshirdi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.